Hazırki günde dostun tügül, işangan tağınam yardım etevermeydi. Qaysi temada deysem dostlar, elbette pul temasında. İşetiş gerek, pul birden gerek olup kalsa, deysem dostlar, mindi vaziyette üzerimiz Urgenç'teki aeroport yolunda joylashgan Fortuna biznesi murojaat etasiz dostlar. Kelerse üzeringiz gerek summanı kem faizlarda eğer vaktinden bunu tölesangiz, umuman faiz ham tölemaysiz. Kelerse işiniz bitadi. İmkoniyatlarni bir tushuntirib bering endi bu. Bizlar kredit turlarimiz bo'yicha to'liq ma'lumot bersam. Bizlar garov va garovsiz kreditlarimiz bor. Garovsiz kreditlarimiz pensiya, ish haqqi, tadbirkorlik bo'yicha. Keyingisi garovli esa turar joy va mashina garov qo'ymasangiz bo'ladi. Pensiya bo'yicha 3 milliondan 30 milliongacha ajratiladi. Pensiyasi 750 ta ko'proq bo'lishi kerak. 1 milliondan ko'p oshiq bo'lishi kerak. Endi savol. Kredit alishim uchun, masalan, kredit oladigan bo'lsam, bir pasportni o'zi kifoyami yo plastik ham kerakmi? Pensionerlar uchun plastik kartasi kerak bo'ladi. Kartalar bog'lanadi. İdora tashkilotda ishlaydiganlar uchun. Idora tashkilotlari shunday bo'ladi. 3 tartibda. Bir plastik, bir dona plastik karta va pasport. Xo'p. Ish haqqida 3 tartibda bo'ladi. 3 milliondan 20 milliongacha xususiy tashkilotlarga daromad yetsa, kredit tariflari ko'rib chiqiladi, o'rganiladi. Byudjet tashkilotlariga 3 milliondan 40 milliongacha ajratiladi. Foizlari chiqmi endi? Foizi 10 millionga 2 million 650 ming so'm bo'ladi. Bir yilda. Bir yilda. Qarang, imtiyozli kredit bormi? Masalan, pul olaman, bir oy ichida foiz to'lamayman, qaytarish imkoniyati yo'qmi? Bor. Bizlar yangi turimiz bor, kredit turimiz. Byudjet tashkilot xodimlariga 1 yil muddatga 30 kun muddatga 20 million so'mgacha ajratiladi. Foizsiz 30 kun muddatgacha qaytarish kerak. Umuman pul to'lanmaydi, 30 kun ichida Qo'shimcha qaytarsa. pul to'lanmaydi, foizsiz nimalar yo'q. Shunda men 20 million pul olsam, 30 kundan keyin qaytarsam, umuman pul qo'shib to'lanman axir. Foiz qo'shilmaydi. Yine imkoniyat do'stlar. Qarang, birdan pul kerak bo'lib qolsa, do'stlar olasiz, umuman foizsiz qaytarib berasiz. Shunda siz tekshiriqlaringizni umuman pul olmaysiz shundan. Yo'q, 30 kun ichida qaytarilsa to'liq o'tiladi. Bizning tashkilotdan birinchi marta kredit olib turgan mijozlarimiz uchun, yangi mijozlarimiz uchun. Xo'p, yana nechta imkoniyatlar bor? Bizlar mashinalar bo'yicha, avtomashina bo'yicha oxirgi 5 yillik mashinaga 6% chegirmamiz bor. Foiz. Yangi mashina. Yangi mashina uchun. Turar joy bo'yicha 150 milliongacha ajratamiz. Mashinalarga garov asosida 300 milliongacha chiqaramiz. O'rtacha bozor bahosi 50% ga chiqarib olamiz. Shu bor shunaqa. Iloj boricha tezroq qilib beramiz. 2 soat, 1,5 soat, 2 soat. Shuni aytishim kerak. Necha vaqt ishim bitadi masalan, oladigan bo'lsa. Garov asosida bo'lsa, mashina garov bo'lsa 1,5 soat, 2 soat ichida bo'ladi to'liq.